Barchaga assalomu alaykum deb navbatdagi ishlarimiz bilan tanishtirishga harakat qilamiz. Bizning navbatdagi ishlarimizdan biri Spark mashinasi bo'ladi. Bu mashinani chexoli, poligini qilib beradigan bo'ldik. Hol sidinlarni yechdik, ichlarini tozalab polikka harakat qilyapmiz. Keyin chexolini bosamiz. Bizni kuzatib qo'llab turganlarga alohida rahmat aytamiz. Bizni kuzatishdan charchamang. Hozir buni sidinalarini yechib oldik. Chexolini qilib, poligini qadab, bitgan jarayonni ham qo'yib beramiz. Kuzatib turganlar bitta like-da ayamaysizlar. Xudo xolasa kanalimizda yangilar obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qadrdonlar, Sparkimizni chexolini qadab oldik. Boshqalarini ham endi xudo xolasa yig'ib olib ko'rsatamiz. Poligini ham qisman tashlab oldik. Vaqt kech bo'lib ketgani sababli to'xtatyapmiz. Qolganini ertaga qilamiz. Bitgan jarayonlarni ham qo'yamiz. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan obunachilar. YouTube, Instagram orqali mana bugungi kunimizni ham boshlayapmiz. Poligini yetkazolmaganmiz kechqurun. Endi xudo xolasa bugun to'liq bitkazib, bitgan holatlarni ham sizlar bilan bo'lishamiz. Tomondan 06'miz. Gülüşitr kollektorini almashtiramiz. Mana Sparkimiz ham tayyor bo'ldi. Mana poliglari. Chexoli. Bizni kuzatib turganlarga rahmat qilamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Bizda barchasi deb ko'p aytaman-ku. Kraska ishlari, kontakt svarka ishlari, qanaqa ish bo'lsa ham xudo xolasa, qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz.